Muxlislar, yaxshimisizlar? Nima gap? Biz endi tugatdik. Ishlarni. Nima dedim hozir? Yo, bolalar la ilaha illallohni aytib bera olmayapti nikohda. Kelinlar aytib bera olmayapti la ilaha illalloh kalimasini. Ashhadu an la ilaha illallohni aytib bera olmayapti. Bu sizni bizlarning fojiamiz emasmi bu? Sizni bizlarning xatomiz emasmi? Ertaga o'tsak, bir qorin olib kelib o'tkazib qo'yamizmi? 3 kun. O'g'illarimiz o'qisa bo'lmaydimi Qur'onni? Inson deydi. Alhamdu surasini farzand navaranga sandan oldin boshqa birov o'rgatib qo'ymasin deydi. Chunki bu namozda bir umr o'qiladigan sura. Bir kunda 32 rakat namozni 32 rakatida o'qiymiz mana shu. Alhamdulillah. Ana shu birov odam o'rgatib qo'ysa senga deydi. O'sha o'rgatgan insonga savobi yetib turadi. Shuning uchun o'zing o'rgat, o'sha savob o'zingga qoladi degan ekanlar. Qaysi birimiz kecha farzandimizni oldimizga olib, qani bolam, alhamdulillahi robbil alaminni boshla o'qidim, yo Ixlos surasini, yo Asr surasini o'rgatdik. Yo'q, bizlarning ishimiz ko'p.